Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ularning farzandlari uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap shundaki, ayrim holatlarda pensionerlarga ilgari ushlab qolingan, noto'g'ri hisoblangan yoki vaqtida berilmagan pullar qaytarilishi mumkin. Bu ma'lumotni oddiy xabar deb qabul qilmang. Chunki bu masala ko'plab oilalarning cho'ntagiga, kundalik xarajatlariga, dori-darmoniga va ro'zg'origa bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Men bugun masalani shu uchun emas, aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. Qaysi hollarda pul qaytarilishi mumkin? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahmaga tushmasligi kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qayerga murojaat qilish lozim? Va eng muhimi, pensioner o'z haqini talab qilayotganda nimalarga e'tibor berishi shart? Avval oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya har oy tayinlangan miqdorda to'lanadi. Lekin amaliyotda ba'zan turli sabablar bilan pensionerga tegishli summa to'liq yetib bormagan bo'lishi mumkin. Masalan, ish staji noto'g'ri kiritilgan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq hisobga olinmagan. Pensiya qayta hisoblanishi kechiktirilgan, bank kartasiga o'tkazmada muammo bo'lgan yoki ayrim ushlab qolishlar asossiz qo'llangan bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensionerlar bunday holatni bilmasdan yurardi. Davlat hisoblab bergan bo'lsa, demak to'g'ridir deb o'ylardi. Ba'zi otaxon onaxonlar hujjat so'rashga uyalardi. Ba'zilari esa qayerga borishni bilmasdi. Natijada odam bir necha oy, ba'zan bir necha yil davomida o'ziga tegishli bo'lgan pulni kamroq olib yurgan bo'lishi mumkin. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Pensionerlarning murojaatlari ko'proq ko'rib chiqilmoqda. Pensiya tayinlash va qayta hisoblash bo'yicha hujjatlar tekshirilmoqda. Eng asosiysi, fuqaro o'z huquqini bilsa va to'g'ri murojaat qilsa. Noto'g'ri hisoblangan yoki kechiktirilgan pullarni qaytarib olish imkoniyati bor. Bu degani hamma pensionerga avtomatik ravishda katta pul tarqatiladi degani emas. Lekin haqqi bor odam o'z pulini talab qilishi mumkin. Men birinchi navbatda pensiya pulining qaytarilishi deganda nimani tushunish kerakligini aytaman. Bu odatda 3 ta asosiy holatda uchraydi. Birinchi holat, pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner 35 yil ishlagan, lekin tizimda 30 yil staj ko'ringan. Yoki fuqaro Sovet davrida kolxozda, zavodda, maktabda, kasalxonada ishlagan, lekin ayrim yillar arxiv hujjatlarida ko'rinmay qolgan. Agar keyin bu yillar tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Qayta hisoblash natijasida odamga oyma-oy kam to'langan farq aniqlansa, o'sha farq ma'lum tartibda qaytarilishi mumkin. Masalan, bir onaxon 1990 yildan 2005 yilgacha maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Keyin 2010 yilgacha bozorda rasmiy ish joyida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning ayrim ish yillari bazada chiqmagan. Natijada unga oyiga 1.200.000 so'm pensiya tayinlangan. Keyin farzandlari arxivdan ma'lumot olib kelgandan so'ng staj to'liq tasdiqlangan va pensiya 1.130.000 so'mga ko'tarilgan. Farq oyiga 2.000 so'm. Agar bu farq bir necha oy davomida to'lanmay kelgan bo'lsa, umumiy qaytariladigan summa sezilarli bo'lishi mumkin. 6 oy bo'lsa 1.500.000 so'm. 12 oy bo'lsa 3 million so'm atrofida farq chiqadi. Ikkinchi holat. Pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lgan voqea vaqtida hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etgan. Ayrim hollarda ishlagan davr, to'langan badallar, ish haqi yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar sababli pensiya qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi. Lekin pensioner murojaat qilmagan, ish beruvchi ma'lumotni vaqtida bermagan yoki tizimda xatolik bo'lgan. Shunda qayta hisob kitobdan keyin farq paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bir otaxon pensiyaga chiqqanidan keyin yana 3 yil qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Har oy ish haqi olgan, tegishli ajratmalar ketgan. Lekin u pensiya bo'limiga mening keyingi ishlagan davrimni ham ko'rib beringlar deb murojaat qilmagan. Keyin navbirasi elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirtirib murojaat qiladi. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiya qayta hisoblanadi. Bu yerda ham gap katta va'da haqida emas, aniq hujjat va aniq hisob-kitob haqida ketmoqda. Uchinchi holat, pul to'lashda texnik yoki tashkiliy kechikish bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, bank kartasi almashtirilgan, hisob raqam yopilgan, pensioner yashash joyini o'zgartirgan.
hujjat yangilanishi kechikkan yoki to'lov tizimida uzilish bo'lgan. Bunday vaziyatda pensiya bekor bo'lib ketmaydi. Balki to'lov aniqlashtirilgandan keyin tegishli davr uchun berilishi kerak. Lekin pensioner indamay yuraversa, muammo cho'zilib ketadi. Men o'z tajribamdan kelib chiqib aytaman. Quyidagi toifadagi pensionerlar pensiya hisobini tekshirtirib ko'rish kerak. Birinchisi, pensiyaga chiqqanda ish staji to'liq hisobga olinmagan deb gumon qilayotganlar. Agar siz men 7 yil ishlaganman, lekin menga juda kam pensiya chiqdi deb o'ylasangiz, bunga befarq bo'lmang. Ba'zan odamning fikri noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Chunki hamma ish yili ham bir xil hisoblanavermaydi. Lekin baribir hujjat bilan tekshirtirish zarar qilmaydi. Ikkinchisi, eski yillarda ishlagan va arxiv hujjatlari bilan bog'liq muammosi bo'lganlar. Masalan, korxona yopilgan, tashkilot nomi o'zgargan, mehnat daftarchasida muhr noaniq. Yozuvda xato bor, familiya o'zgargan, pasportdagi ism sharif bilan eski hujjatdagi ism sharifda farq bor. Bunday kichik ko'rgan narsalar pensiya hisobiga katta ta'sir qilishi mumkin. Uchinchisi, pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlaganlar. Ko'p odam men pensiya olaman, ishlaganim endi hisobga o'tmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda keyingi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Buni aniq bilish uchun hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlariga murojaat qilish kerak. To'rtinchisi, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olayotgan. Lekin oilaviy holati, nogironlik guruhi qaramog'idagi shaxslar, ish haqi ma'lumotlari o'zgargan fuqarolar. Chunki pensiya turiga qarab hisoblash mezonlari farq qiladi. Beshinchisi, bank kartasiga pul tushishi bilan bog'liq muammo ko'rganlar. Masalan, pensiya bir oy tushmagan, keyingi oy kam tushgan, bank ilovasida tushum ko'rinmagan, lekin to'landi deyilgan. Bunday holatda bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham yozma izoh olish kerak. Endi muhim tomoni, hamma ham menga albatta pul qaytariladi deb o'ylamasligi kerak. Agar pensiyangiz barcha hujjatlar asosida to'g'ri hisoblangan bo'lsa, ish stajingiz to'liq kiritilgan bo'lsa, qayta hisoblashga asos bo'larda uzilish bo'lmagan bo'lsa, sizga qo'shimcha pul chiqmasligi mumkin. Bu normal holat. Masalan, bir fuqaro 25 yil rasmiy ishlagan, barcha hujjatlari bazada bor. Pensiya tayinlanganda ham hisob-kitob to'g'ri qilingan. U qo'shnisidan pensionerlarga pul qaytarilarkan degan gapni eshitib, darrov katta summa kutadi. Lekin uning holatida xato bo'lmasa, qaytariladigan farq ham bo'lmaydi. Shuning uchun men doim aytaman. Gap mish-mish haqida emas. Hisob-kitob va hujjat haqida. Yana bir misol. Bir otaxon pensiyasi 1 million 600 ming so'm. Qo'shnisiniki 2 million 200 ming so'm. U nega menga kam deb norozi bo'ladi. Lekin qo'shnisi ko'proq rasmiy ish haqi olgan, staji uzunroq, zararli mehnat sharoitida ishlagan yoki boshqa imtiyozli asoslarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Pensiya faqat yoshga qarab emas. Hujjat, staj, ish haqi pensiya turi va qonundagi koeffitsiyentlar asosida hisoblanadi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, og'zaki gap yetarli emas. Men falon joyda ishlaganman. Meni hamma taniydi. Rahbarim bor edi. Mahalla biladi degan gaplar pensiya hisobiga kiritish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya bo'yicha asosiy kuch hujjatda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, buyruq nusxasi, shaxsiy hisob varaqasi, sud qarori yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarda bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat mehnat daftarchasidagi xatolar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shagan sana yo'q. Yoki muhr o'qilmaydi. Yoki tashkilot nomi qisqartirib yozilgan. Yoki familiya bir harf bilan farq qiladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi bu davrni tasdiqlang deb qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Fuqaro buni rad javobi deb tushunmasligi kerak. Bu jarayonni to'g'ri yakunlash uchun arxivdan ma'lumot olish kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, arxiv topilmasa ham imkoniyat tugamaydi. Ba'zi korxonalar yopilgan, hujjatlari yo'qolgan. Arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda darhol umidsizlikka tushmang. Avval tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilinadi. Keyin tashkilot vorisi bormi, yug'ori idorasi bormi, eski buyruqlar qayerda saqlangan, shular aniqlanadi. Ayrim holatlarda sud orqali ish stajini tasdiqlash ko'rilishi mumkin. Lekin sudga borishdan oldin barcha oddiy yo'llar sinab ko'rilgani ma'qul. To'rtinchi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pul ham qaytarib olinishi mumkin. Bu juda muhim. Odamlar faqat menga pul qaytariladi deb eshitadi. Lekin tizim tekshirilganda aksincha, pensionerga avval ortiqcha to'langan summa aniqlanishi ham mumkin. Masalan,
fuqaro ishlayotganini vaqtida xabar qilmagan, nogironlik guruhi o'zgargan, qaramog'idagi shaxs bo'yicha ma'lumot o'zgargan yoki noto'g'ri hujjat asosida to'lov qilingan. Shunda qonunda belgilangan tartibda ortiqcha to'langan pulni ushlab qolish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan qo'rqish kerak emas, lekin hujjatlar toza va ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni ko'paytirib beraman. Ichkarida odamim bor. Oldindan pul bering, katta summa chiqaramiz deganlarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy hujjat bilan hal bo'ladi. Hech kim sizdan qo'shimcha xizmat haqi so'rash kerak emas. Agar kimdir pul talab qilsa, bu xavfli belgi. Murojaatni o'zingiz, farzandingiz yoki ishonchli qonuniy vakil orqali rasmiy tartibda qiling. 6-nozik jihat. Qaytariladigan summa har doim ham bir xil bo'lmaydi. Bir odamga 300 ming so'm farq chiqishi mumkin. Boshqasiga 3 million so'm, yana boshqasi umuman chiqmasligi mumkin. Bu pensionerning staji, ish haqi, murojaat sanasi, xato qachondan boshlanganligi, hujjat qachon taqdim etilganligi va amaldagi tartiblarga bog'liq. Shuning uchun aniq summani faqat hisob-kitobdan keyin bilish mumkin. Endi men eng kerakli qismga o'taman. Pensioner nima qilishi kerak? Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Uyda bor hujjatlarni bir joyga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, ish haqi haqidagi eski ma'lumotnomalar. Arxiv javoblari, sud qarorlari bo'lsa, hammasi alohida papkaga soling. Hujjat qancha tartibli bo'lsa, murojaat shuncha tez va aniq ko'riladi. Ikkinchi qadam, pensiyangiz qanday asosda hisoblanganini so'rang. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish staji va qaysi ish haqi ma'lumotlari inobatga olinganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Iloji bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki tushuntirish foydali, lekin yozma javob keyingi qadamlar uchun muhim bo'ladi. 3-qadam, agar biror ish davri hisobga olinmagan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjat izlang. Masalan, 1905 yildan 1990-yilgacha zavodda ishlagan bo'lsangiz, o'sha zavodning arxivi bormi? Tashkilot hozir boshqa nomda ishlayaptimi? Hujjatlar tuman yoki viloyat arxiviga topshirilganmi? Shuni aniqlang. Arxivga murojaatda aniq ma'lumot yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan tashkilot nomi, lavozim, taxminiy ishga kirgan va bo'shagan yillar. 4-qadam, bank bilan bog'liq muammo bo'lsa, avval bankdan ko'chirma oling. Pensionerlar ko'pincha pul tushmadi deydi, lekin bank ilovasini ishlata olmaydi yoki karta almashtirilgan bo'ladi. Bankdan oxirgi 6 oy yoki 2 oy uchun hisobvaraq ko'chirmasini oling. Keyin pensiya jamg'armasidan shu davr uchun to'lov topshirilganmi yoki yo'qmi? Yozma ma'lumot so'rang. Shunda muammo bankdami yoki pensiya to'lovini yuborish tarafidami? Aniqlash oson bo'ladi. 5-qadam, murojaat matnini sodda, lekin aniq yozing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya olaman. Pensiyamni tayinlashda 1994-2001 yillardagi ish stajim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ushbu davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni hamda kam to'langan summa mavjud bo'lsa, qonuniy tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, idora ham nimani tekshirish kerakligini tushunadi. 6-qadam. Har bir topshirilgan hujjatdan nusxa saqlang. Ariza bergan bo'lsangiz, kirim raqami oling. Elektron murojaat yuborgan bo'lsangiz, tasdiq raqamini saqlang. Arxivga xat bergan bo'lsangiz, javobini yo'qotmang. Bu narsalar oddiy ko'rinadi. Lekin keyin men bergan edim, ular olmagan ekan degan muammolarning oldini oladi. 7-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, darhol janjal qilmang, avval javobning sababini o'qing. Rad javobida odatda sabab yoziladi. Hujjat yetarli emas, sana mos kelmaydi. Ish haqi ma'lumoti topilmadi, arxiv tasdiqlamadi, qonuniy asos yo'q va hokazo. Sababni bilgan odam keyingi qadamni to'g'ri tanlaydi. Agar hujjat yetishmasa, hujjat topiladi. Agar hisob-kitobda xato bo'lsa, qayta ko'rib chiqish so'raladi. Agar huquqiy bahs bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish mumkin. 8-qadam, keksa ota-onangizni yolg'iz yubormang. Ko'p pensionerlar hayajonlanadi, savol berishga uyaladi, javobni to'liq tushunmaydi. Farzandlari yoki yaqinlari yonida bo'lsa, hujjatlarni to'g'ri topshiradi, javoblarni yozib oladi, keyingi qadamni unutmaydi. Lekin vakillik masalasiga e'tibor bering. Ayrim hollarda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Keling, buni yana oddiy misollar bilan mustahkamlayman. Birinchi vaziyat, oltin takchi yoshga onaxon 1 million 300 ming
so'm pensiya oladi. U 1978-yildan 1998-yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Pensiya tayinlashda 5 yil hisobga olinmagan. Farzandlari arxivga murojaat qilib ma'lumotnoma oladi. Keyin pensiya qayta hisoblanadi. Agar farq o'yiga 1000 so'm bo'lsa, 10 oy uchun 1 million takinsuz 1000 so'm chiqishi mumkin. Bu onaxon uchun bir necha oy dori darmon puli degani. Ikkinchi vaziyat, otaxon pensiya oladi, lekin kartasi muddati tugagan. U yangi karta ochgan, lekin ma'lumot to'lov tizimida yangilanmagan. Bir oy pul tushmagan deb o'ylaydi. Bankka boradi, bank bizga tushum kelmagan deydi. Pensiya bo'limi esa to'lov qaytgan deb aniqlaydi. Hisob raqam to'g'rilangandan keyin o'sha oy uchun pul qaytarib yuboriladi. Bu yerda pensiya kamaymagan, faqat texnik muammo bo'lgan. Uchinchi vaziyat, bir pensioner qo'shnisidan eshitib, hamma pensionerga 5 million so'm qaytarilar ekan deb ishonadi. U idoraga boradi, lekin uning hujjatlari to'liq, hisob-kitob to'g'ri. Unga qo'shimcha pul chiqmaydi. Bu odam xafa bo'ladi. Aslida esa muammo to'g'ri kutishda. Shuning uchun men yana takrorlayman. Qaytariladigan pul bo'lishi uchun avval xato, kechikish yoki qayta hisoblashga asos bo'lishi kerak. 4-vaziyat, fuqaro pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan, lekin ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan. Ish haqi bir joyda ko'rinadi, boshqa joyda ko'rinmaydi. Bunday holatda ish beruvchidan ma'lumotnoma olish, soliq yoki mehnat tizimidagi yozuvlarni tekshirtirish kerak bo'ladi. Masala bir kunda hal bo'lmasligi mumkin, lekin hujjat bor joyda natija olish imkoniyati yuqori bo'ladi. Pensionerlarning birinchi xatosi faqat og'zaki murojaat qilish. Og'zaki borib kelish yaxshi, lekin natija bo'lmasa yozma iz qoldirish shart. Ikkinchi xato, hujjatni topshirib nusxa olmaslik. Uchinchi xato, internetdagi har bir shov-shuvli gapga ishonish. 4-xato, vositachilarga pul berish. 5-xato, javob kelmasdan turib xulosa chiqarish. Yana bir katta xato bor. Odamlar pensiya masalasini faqat pensionerning o'ziga tashlab qo'yadi. Aslida ko'p ota-onalarimiz elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Arxivga ariza yozishni bilmaydi. Hisob-kitobni tushunmaydi. Farzandlar bu yerda katta yordam berishi kerak. Chunki ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi butun pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar siz bugun bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hozirroq daftar olib quyidagilarni yozib qo'ying. Pensionerning to'liq ism-sharifi, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana, hozirgi pensiya miqdori, rasmiy ishlagan joylari va yillari. Mehnat daftarchasida shubhali yoki noaniq yozuvlar bor. Pensiyaga tayinlanganda qaysi yillar hisobga olingani bilasizmi yoki yo'qmi? Oxirgi 6 oyda pensiya to'liq tushganmi? Bank kartasi faolmi? Shularni yozib chiqsangiz, muammo qayerda bo'lishi mumkinligi ancha ravshanlashadi. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar shubhali joy chiqsa, rasmiy murojaat qilasiz. Eng muhimi, o'z haqqingizni talab qilishdan uyalmang. Pensiya bu sadaqa emas, bu insonning yillar davomida qilgan mehnati. To'lagan badallari qonun bilan belgilangan huquqi asosida beriladigan to'lovdir. Shuning uchun pensioner o'z pulini so'rasa, bu mutlaqo normal va qonuniy holat. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlarga pul qaytarilishi mumkin, lekin bu har bir odamga avtomatik beriladigan umumiy to'lov degani emas. Pul qaytarilishi uchun noto'g'ri hisob-kitob, hisobga olinmagan ish staji, kechiktirilgan qayta hisoblash, bank yoki to'lovdagi muammo yoki boshqa qonuniy asos bo'lishi kerak. Kimda shubha bo'lsa, hujjatlarni yig'ib pensiya jamg'armasiga yozib murojaat qilishi, arxiv ma'lumotlarini tekshirishi va bank ko'chirmalarini solishtirishi kerak. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Mish-mishga ishonmang, lekin o'z haqqingizni ham tashlab qo'ymang. Hujjatlaringizni tekshiring, savol bering. Yozma javob oling. Kerak bo'lsa, qayta murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Ba'zan oilaga qaytadigan pul shunchaki e'tiborsizlik sababli yillar davomida olinmay qoladi. Sizningcha pensiya hisob-kitoblari oddiy odamga yanada tushunarli bo'lishi uchun nimalar o'zgarishi kerak? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bir pensionerning emas, butun oilaning manfaatiga xizmat qilishi mumkin.